Siz ekkan daraxt oradan 1000 yillar o'tib aholi uchun maktab, do'kon va hattoki kutubxona bo'lish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, bu mo'jizani mamlakatimizning eng go'zal go'shtlaridan bo'lmish Surxondaryo viloyati Boysun tumani Sayrob qishlog'ida uchratishingiz mumkin. Taxminlarga ko'ra, Sayrob chinori 1000 yoshga to'lgan ekan. Uning balandligi esa 26 metrni tashkil qilar ekan. Chinorning tanasidagi ulkan kavakdan askarlar qarorgohi 1920-yilda qishloq kengashi idorasi, 1932-1934-yillarda esa kutubxona, 1936-yildan boshlab maktab, choyxona va hattoki sartaroshxona vazifasida foydalanishgan. Bu chinor qadimiy davlat tomonidan yodgorlik sifatida olingan. Bu chinor 1000 yildan oshgan. 950 yil yozilgan. Endi kun o'tyapti. Endi buni kunga yilini o'zgartirmagan. Bu endi bobolar aytishlari bo'yicha 1000 yildan oshgan chinor daraxti. Bu davlat qaramog'iga olingan. Bu hozir mana turizmga kirilgan bu qishlog'imiz Sayrob mahallasi turizmga kiritilgan hozir. Mana chinor inqilob revolyutsiyadan oldin bu eski maktab joylashgan. Undan keyin 1920-yilda qishloq idorasi bo'lgan. Keyin o'sha vaqtlar mana texnikalar bo'lmagan. O'sha vaqtlar otliq askarlarning kutubxonasi ham shu daraxtning ichiga joylashgan. Undan keyin 1936-yilda savdo do'koni ham bo'lgan. Hozir undan keyin mustaqil bo'lganidan keyin ichini mana jihozlab hurmatli joyiga qo'yib, ichiga mana buyumlar qo'yib, ana nimalar eski eksponatlar qo'yib, ichini eski buyumlar bilan joylashtirgan. Mana bu qadimiy chinor, qanday ota-bobolarimiz davlariga, vaqtlariga soya berilgan, bu xizmat qilyapti. Yana bu kelajagimiz ham sohasiga bahramand bo'lyaptilar. Shunday daraxt bu. Nafaqat 1000 yillik daraxt, balki 1000 yillik tarixning sukutdagi guvoh bo'lmish daraxtni o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istasangiz, Siz albatta ushbu manzilga kelishingiz kerak.